Assalomu alaykum. Bashar Asad rejimi ag'darilib, uning o'rniga Ahmad Shar'a boshchiligidagi yangi hukumat mintaqani nazorat qilar ekan, Suriyaning shimoliy sharqidagi Hasaka viloyatida joylashgan Al-Hol va Roj lagerlaridagi mahbuslarning kelajagi haqida sahifamizga ko'plab savollar kela boshladi. Bugun shu haqida suhbatlashamiz. Al-Hol lageri Suriyaning shimoliy sharqida Iroq bilan chegaradosh bo'lgan Hasaka viloyatida joylashgan. U 1991-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan tashkil etilgan. 2013-yilga kelib lager yopilgan edi. Biroq 2016-yilga kelib ko'plab suriyalik va iroqlik asirlar lagerga joylashtirildi. 2018-yil oxiri va 2019-yil boshlarida Derizor viloyatidagi Bag'oz shaharlarida IShID jangarilariga qarshi olib borilgan hujumlar natijasida asirlar soni keskin oshib ketdi. Ularning soni 6 oy ichida 73 ming nafargacha yetdi. Shu asnoda SDK, ya'ni Suriya demokratik kuchlari mintaqani o'z nazorati ostiga olar ekan, lagerdagi voyaga yetmagan bolalarni onalaridan alohida qilib, ularni boshqa yerda saqlay boshlagan edi. Lager Suriya demokratik kuchlari va uning harbiy qanoti bo'lmish xalqni himoya qilish birliklari tomonidan nazorat qilinadi. Aynan shu guruhlar IShIDga qarshi kurash olib borib, uning faoliyatiga yakun yasagan. Lagerdagi hayot qiyinchiliklar bilan to'la. Bir tarafdan yolg'izlik azobi bo'lsa, boshqa tarafdan ta'minotdagi yetishmovchiliklar ham ko'p. Undan tashqari, bolalarning o'qish, yozishni bilmay ulg'ayishi ham ko'p onalarni xavotirga solmoqda. To'g'ri, u yer qamoqxonadek 4 tarafi devor bilan o'ralgan joy emas. Ayollar va bolalar chodirlar atrofida aylanishi, odamlar bilan uchrashishi, telefonda xohlagancha muloqot qilishi va o'z xohishiga ko'ra mahsulotlar xarid qilish mumkin. Ammo nima bo'lganda ham lager bu lager. Uni mutlaqo erkin hayot bilan taqqoslab bo'lmaydi. Shuning uchun ham shu vaqtgacha bir necha bor lagerdan ommaviy qochishga urinishlar bo'ldi. Biroq ularning barchasi muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Al-Hol lagerdan 136 kilometr uzoqlikda Roj lageri joylashgan. U Suriya shimoli sharqida Hasaka viloyatiga qarashli Malikiya qishlog'ining chekka hududida joylashgan. Roj lageri bir qarashda shunchaki chodirlardan iborat joyga o'xshab ko'rinadi. Ammo asosiy kirish joyiga yetib borganingizda baland devorlar va xavfsizlik kameralari bu tasavvurni o'zgartiradi. Ushbu lagerda ham IShID jangarilarning oilalari va farzandlari kuchli nazorat ostida saqlanadi. Taxminiy hisobga ko'ra, u yerda 800 nafar ayol va 2000 atrofida bolalar mavjud. Shu paytga qadar bir qancha davlatlar o'z fuqarolarini Al-Hol va Roj lagerlaridan ortga qaytarishga harakat qilgan. Jumladan, Iroq hukumatı 14 ming nafar fuqarosini ortga qaytargan. Shuningdek, O'zbekiston hukumatı ham 2019 va 2021-yillar oralig'ida lagerda saqlanib kelayotgan o'zbekistonlik fuqarolarni ortga qaytarish bo'yicha 5 marotaba mehr operatsiyasini amalga oshirdi. Ozodlik radiosi sahifasining xabar berishicha, bu operatsiyalar davomida ayol va bolalardan iborat 435 nafar o'zbekistonlik ortga qaytarilgan. Shunga qaramay, ortga qaytish xavfsizlik bilan bog'liq sabablarga ko'ra qiyin kechgani uchun yuzlab oilalar qaytishni rad etib kelgan edi. 2024-yilning o'rtalaridagi statistikaga ko'ra, Al-Hol lagerida taxminan 43 mingdan ortiq odam mavjud. Ulardan 20 ming nafari iroqliklar, 16 ming nafari esa suriyaliklardan tashkil topgan. Qolaversa, 50 dan ortiq davlatdan kelgan fuqarolar ham bor. Jumladan yevropalik va markaziy osiyolik fuqarolar bir necha yildan buyon o'sha yerda saqlanib kelmoqda.
Lagerda xorijdan kelgan fuqarolar uchun alohida maxsus qism ajratilgan va ular o'sha yerga joylashtirilgan. Taxminiy hisob-kitoblarga ko'ra, aholining 62%ni 18 yoshgacha bo'lganlar, 44%ni esa 12 yoshgacha bo'lgan bolalar tashkil etadi. 2024-yil oxirida Bashar Asad rejimi qulagandan so'ng lagerni nazorat qilib kelgan kuchlar suriyalik va iroqlik qochqinlarga lagerni tark etish imkoniyatini yaratdi. Biroq ortga qaytish faqat ixtiyoriy bo'lib, majburiy ravishda amalga oshirilmasligi ta'kidlandi. 10-mart kuni yangi Suriya hukumati va Suriya demokratik kuchlari o'rtasida kelishuv imzolandi. Unga ko'ra, taraflar o'rtasida bir qancha muhim bandlar tasdiqlangan. Jumladan, Suriyaning hududiy yaxlitligi saqlanib qolishi, hech qanday avtonom rejimga yo'l qo'yilmasligi va shu vaqtgacha Suriya demokratik kuchlari nazorat qilib kelayotgan mintaqalar to'liq yangi Suriya hukumati idorasi ostiga o'tishi alohida ta'kidlangan. Biroq bu kelishuv doirasida lagerdagi asirlar masalasi muhokama qilingani haqida aniq ma'lumotlar mavjud emas. Nima bo'lgan taqdirda ham bu mavzu ertami kechmi muhokama qilinadi. Bir necha yillardan buyon og'ir sharoitda hayot kechirib kelayotgan asirlarga ozodlik onlari yaqinlashib kelayotgan bo'lishi mumkin. Alloh taolodan mahbuslarga ozodlik, mashaqqatda qolganlarga yengillik berishini so'rab qolamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Sizlar bilan birodaringiz Ma'ruf Nozim.